Doktor, atir hidiga boshim og'riydi. Yorug'lik yoqmaydi. Qorong'i xonani yaxshi ko'raman. Nima bo'lishi mumkin? Bosh og'riqlari bilan keladigan bunaqa kasallik nomi migrendir. Migren bu neyrovaskulyar konfliktdir. Bu genetikaga bog'liq. Asosan ayollarda ko'proq uchraydi, estrogen sababli. Ba'zida aura bilan kelishi mumkin, u sizni ogohlantiradi. Ya'niki ko'zingiz chaqnashi mumkin yoki qorong'ilashishi mumkin. Hamda o'sha vaqtda ayniqsa atirga, ya'ni hidlarga yoki yorug'likka juda ham ta'sirchan bo'lib qolasiz. Bu miyaning o'zini saqlash, ya'ni himoya qilish reaksiyalaridan biri sanaladi. Ya'ni bu sizni ogohlantirishdir. Endi yechim nima bo'ladi? Avvalo, dastlab agar sizda og'riq yoki aura kuzatilsa, birinchi o'rinda triptonlar yoki nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini ichishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa profilaktik maqsadda har kuni toza havoda ko'proq sayr qiling, ko'proq suyuqlik iching, hamda kam bo'lmagan va ko'p ham bo'lmagan uyqu rejimi, magniy hamda riboflavin, ya'ni vitamin B2 ni qabul qilib yuring. Agar og'riqlar oyiga 4 marta va undan ko'proq bo'lsa, bizga murojaat qiling. Migren sizni emas, siz migrenni boshqaring.